Programmamızda anlaşılığını karşı alınız. Bugünkü programmamızda yazgıcı Abdurrahim Ötkür'nün Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Uyğanğan Zimin namlıq 2 qismlik tarihi romanının 1-ci qisminin davamını anlatımız. O yer yurtqurlarının zulmüdən qutuladigan iş bolsa, baratlı cengi barğay. Mən bu yalğız oğlumni özləgi tutdum. Bağlar qurup ketsin. Sizce bağının kerki yok. Hey olmadı. Yamanlıktan özünge hemrah bulgay. Sen de kolunu kanlı patırmak istersen de. Eydin var ki. Hem de kandan kıdemez. Bulanın kanı harısı da toşkan tutulğalıqını unutup kaptı Urgovan. Tömer akamın kabrisine karabas bopken. O kabriden hilim o. Derya derya. Hasret nadamet yaşları ilk duruptu. Yığının qıcım, yıkının ölgüce. Meydanda eniş ölge yaxşı. Ben bir tamcı kıyım qağıç soğuşuman. Düşmenge el boluduğun hocun yaz. Tixi anısının karnından gergi düşmedi. Bir saatdan ortiq davom qilgan qattiq etishdan keyin hamma hamrohlari o'lib yolg'iz qolgan Panyonian o'zini etib olmoqchi bo'ldi-yu, ammo har ikki qo'lidagi mavzirning o'qi qolmaganlikdan dushmanlarining qo'liga tirik tushib qoldi. G'oliblar uni jo'riga bog'lab qo'yib, sheriklarining nomini aytib berishga qisdi. U bo'lsa uzilmay tegayotgan qamcha, tayoq va qattiq mushlarga hech parvo qilmagandek, beshini tik tutgan holda nazarni mahkam yumib hech nima demaydi. Uning shalang burtlarimi yulinib bo'ldi. Butun a'zoyi badani qonga bo'yaldi. U yanala hech kimning nomini tilga olmadi. Oxiri Jinshurin etilib kelib, ombur bilan uning o'riq badanidan parcha-parcha go'shtni yulib olishga boshladi. Shu chaqda Panyonian Jinshuringa qarab qattiq tükürdi. Qon aralash bir parcha go'sht kelib Jinshurinning yuziga tegdi. Bu uning chaynab tashlangan tili edi. Dukoji xanjirini chiqarib uning ikki ko'zini o'yib-etdi. Shuningdan keyin uni so'roq qilishning foydasiz ekanligini bilib, Jinshurin o'z qo'li bilan etib o'ldirdi. Jasadni cheriklar yomul temidan ortildirib ko'chaga tashlabdi. Kechqurun Panyonianning uyida xizmat qiladigan 30 yoshli ayol bilan yilqi seriq soqolli Horvikash bir xodik horvi tepib kelib, jasadni Lyudovandagi Go'ristonlikqa aketdi. Shundoq qilib, Shinjongning siyosiy sahnasidagi ikki cho'ng shaxs bir kunning o'zida tang g'oyib bo'lishdi. Ilmiy mudir Jang Chungshi boyiqi etishvozliqda qazo topdi. Jang Chungluq tamg'isini Panyonianga berib qo'ygan heliqa amaldormi shu kunila etib tashlandi. Atsi, ya'ni 8-iyul kuni yo'g'on 4 burchakli qizil tamg'i besilgan e'lon qog'ozlari Urumchi shahrining do'qmushlarga choplanib ketdi. Bu e'lonlar Hanzu va Uyg'ur tillarida yozilgan bo'lib, Jinshurin o'zini Shinjong o'lkalik hukumatining vaqtliq raisi va qo'mondoni deb jakarlagan edi. Shu kechasi shahar bo'yicha harbiy holat e'lon qilinib, tutqun qilish boshlandi. Tutqun qilinganlar orasida Yunus Bey degan yigit bilan yilqi seriq soqolli Horvikash bor edi. Horvikash shu kechasi so'roq qilindi. Semizligidan tulumga o'xshib qolgan yalan qapoq bir ofitser futqollari yochvikningidek inchiki kelgan chashqan bir tungchining yordami bilan uningdan gap so'raydi. Hey, isyonchi Panyonianning jasadini ko'mishga seni kim avatdi? O'zim bordim.
Özüm badım digin o nemesi. Onun Yanjanjong'la atqanlıqını anlamaganmıdın? Anlagan. Amsa, o isyançıq nemişqi boluşdun? Nemişqi onunla iç ağırdısan? Pandaran imansız bolğan bilan insaplıq, mulayim adam idi. Şunca yıl harvisini haydidim. Birer qitimmi ko'nglimni ağrıtqını yo'q. Bu gaplarini qo'y. Mushu yaqinda o kimlarning o'ldirgi bordi? Yodimda yo'q. Yaxshilikchi et. O kimlarning o'ldirgi bordi? Qaysi bir yodimda turdi? Nega desa, paytunni shu yerga haydavadim. Undaq bo'lsa, avval sening unutqoqlik kestingni saqaysa bo'g'dak. Yanglarni jaynaklarigacha turib olgan to'rt cherik o'qdek etilib kelib Orvikashni yalang'ochladi. Ikkinchi bob, notonish kishi. Odamlarni qasam bog'lay olmaydi. Agar o'zingizni biror g'oya qo'rshib olganini sezsangiz, sezgandimi cho'nqur sezsangiz, shuning o'zi kifoya. Eli Voynich. Cheriklar yerim yalang'ochlangan Orvikashni to'riga bog'lab qamchilashga boshladi. Uning tuklik maydisi bilan kang yelkanlari birdanning ichida yo'lvoz terisidek oli taqil qilib tashlandi. Qamchi izlaridan qip-qizil qon damchilari tapchib turardi. Orvikash bo'lsa, taqirlashib qolgan beshini to'riga tarab, ko'zlarini mahkam yumgan holda har bir qamchining zarbasiga bir silkinib qo'yib, lam-jim demay turardi. Uning kirlashib ketgan bodam do'ppisi cheriklarning oyog'i ostida dassilib yotadi. Shu arada yiliqi semiz amaldor irg'anglab kelib, uning seriq soqolidan tutdi-da. "Ha, qarisinko. Endi o esinga kelgansan? Qani et. O, yaqinda kimlarning uyiga bordi?" deb yana so'roq qilishga boshladi. Chashqan bir to'ngchi ayollarnikiga o'xshaydigan inchika ovozi bilan uning gaplarini uyg'urchaga o'rib turardi. Biroq Orvikash Panyonyanning paytonini haydab yurib, Xanzu tilini xeyli bilib qolg'achqa, to'ngchining gapi tugar-tugamayla Xanzu tisaga "Esimda yo'q dedim-ku, esimda yo'q" deb ko'zlarini yo'g'on ichib so'roqchiga maqtak qadaldi. Shu topda bu ko'zlardan til bilan tasvirligisiz bir xil g'azab ushqunlari chachrab turardi. So'roqchi ixtiyorsiz holda uning soqolini qo'yib o'tib bir qadam orqaga dojib ketdi. Biroq o'zini darhol tutib olib, Orvikashni g'azab bilan ko'chatlashga boshladi. Bir xozodan keyin ehtimol qo'li og'rib ketgan bo'lsa kerak, urushdan to'xtab, "Aytamsa yo'q" deb varqaradi. Bu seriq soqolliq o'ri ko'z odam aslida nakitlik bo'lib, kishilar uni Hasan Do'lan deyishadi. U tirikchilikning qattiqligidan qachondir bir chaqlarda Muzavon orqali tog' orqasiga o'tib, yoshlik davrini Xulji ko'mir xonlarida yetimchilik bilan o'tkazgan. Keyincha Urumchidagi Uyg'ur boylaridan Ro'za hojining ot boqarlari qatorida malaylik qilib yurib, o'lik o'choqliqmi bo'lgan. Panyonyan Urumchining valiyligiga tayinlangandan keyin Ro'za hojining tonishtirishi bilan uning paytonini haydashga boshlagan edi. Xuddi yuqorida o'zining aytganidek, Pandaran imonsiz bo'lgan bilan insopliq, muloyim odam bo'lg'achqa uningdan pat-pat ahvol so'rab turmushiga qarshi turardi. Uning bilan do'stlarcha mungdashadi. Bo'libmi Panyonyanning oddiy iboralar, ya'ni gohida qo'l ishorati bilan tushunishlik qilib aytadigan mono mazmundagi gaplari uningga g'alitirak, ammo qorong'u uyga yiqilgan chiroqdek tuyuladi. "Sizlarni chanto deyish bo'lmagan gap. Sizlarning asli nominglar Uyg'ur. Bizning qadimgi kitoblarimizda mo shundoq yozilgan. Uyg'ur, Xanzu, Qozoq, O'zbek va boshqa millatlar bir-biriga qarindosh. Ularning hammasi barobar bo'lishi, hech qaysi kamsitilmasligi lozim. Hukumat ya'murlarida yerlik millatlardan bir amaldor yo'q. Bu yaxshi emas. Hozirgi ya'murlar fuqarolarning qinini so'raydigan bir to'p cho'si uvusiga o'xshaydi. Amaldorlar zolim, qari ko'ngil, parxor, afyunkash.
Ular yo'qolmaguncha fuqarolarning kuni yaxshi bo'lmaydi. Bir kuni Panyonian Hasan Dolanning qo'lida Sovet ittifoqida ishlangan bir daftar bilan ikki tal qarindosh turganligini ko'rib, o'g'ling qandaqroq o'qiyotdi? Hasan Dolan o'g'lining 5-sinfni tugutish oldida turganligini, endi buningdan keyin o'z ona tilida o'qitadigan yuqoriroq maktabning yo'qligini aytdi. Darvaqa u chaqlarda Urumchi bo'yicha milliy tilda o'qitiladigan birli boshlang'ich maktab bo'lib, bumu Nanliang rayonidagi Tatar o'zbek boylarining puli bilan qurilgan No'g'ay masjid maktabi edi. U maktabning muallimlarini Maqsud muhiti Tataristondan chillab kelgan. Shu muallimlarning biri Haydar Apandi degan kishi edi. Panyonian Hasan Dolanning gaplarini anglagandan keyin g'amkin bir ohangda mundaq dedi. Mana ko'ryapsan. Şinjan'da hazırgı kadar yerlik milletlerinin hükümet başkurduğun bir mektubu yok. Hazır hükümet yerlik milletlerde mağrip oluşunu herkes xalamaydı. Xalq qancha nadan bolsa, hükümet şunca xuşal boludu. Çünkü nadan xalqni başkurmak asan. Hasan Dolan mushundaq gaplarni anglagan seri Panyonianning boshqa amaldorlarga o'xshamaydigan bir kishi ekanligini tushunib yetmaydi edi. Uning sidamroq kelgan yodonqi chiroyimi ko'ziga nurani ko'rinadigan. Ovozimi yaqinliq anglanadigan bo'lib qolmoqda edi. U endi o'zini Panyonianning paytunini haydaydigan xizmatchili emas, balki uning ixlosmand do'sti deb biladi va agar Panyonian Shinjongga jangjung bo'lsa, el yurtga cho'qim bir yaxshilik bo'ladi deb ishonadi. Hey qonxo'rlar! Senlarning meni nemishqa qiynayotganliginglarni obdan tushunyapman, deb o'ylaydi Hasan Dolan so'roq ustida. Senlar Pandarinning qiynig'i to'ymay, endi uning yaqinlarining beshini yemoqchisizlar. Manza Pandarin yaqinda Toyirbekning uyiga borgan, Maqsudboy bilan ko'rishgan. O'tgan hafta Haydar apandining uyiga borgan deb pasam bo'lamdi. Yo'q, tilim qurisin mening. Tayoq ostida o'lsam o'lamanki, ularning etini og'zimga olmayman. Yaxshiga kun yo'q. Yamanğa ölüm dep, yaxşılarning hammasi senlarning qo'lida nobud bo'lsinmi? Yo'q, qara, mavi to'lim chashqanni. Meni kichik bolani kachatlagandek kachatlab, og'zimni ochqizmoqchimi texi? To'xtab tur xunpar, hili ko'rsan. Aytamsan yo'q. Qo'limni bo'shat, ondan aytay. Hasan Dolan arg'amchidan bo'shagan qo'llarining beg'ish va jeniklarini birdan uvlab turdi-da, "Mana, aytdim!" deb so'roqchin bir musht bilan dumiltibdi. Putidagi kishan bilan dildangab ketib, o'zini yiqilib tushdi. Cheriklar aloqsada bo'lishib, qiya-chiya ichida uningga taraf-tarafdan och bo'rilardek yupurildi. Yangzongchinning Shinjongni idora qilish jihatdagi oqilona tadbirlardan hosil bo'lgan tinch osoyishlik havosi Urumchi shahrini xuddi apyon isining shirin kayfi bilan ko'zlari xumarlashib, mugdab yotgan xomush kishidek qilib qo'ygan edi. Man degan boyvachilarni bir necha oydala xuddi atyoz kunlari chik tashlagan toyloqdek yalang'ishlab qo'yadigan qora darvozali qo'ylilardagi nayna xotinlarning hayosiz kulkunlari bilan pakar uylarda top va dutarga tenkash qilingan sho'x ko'cha naqshillari, ko'k milangzillari yarim qayriqliq uylarning kang supillarida yenib turadigan shishi gumbaz islari bilan aygri to'qay ko'chalardagi uylardan chiqib turadigan nesh puroqlari, qimir xonalarda kecha kunduz sharaqlaydigan shish xal sadolari bilan to'rt o'shiq tavqonlardagi dattikam ovozlari, odam to'la oshbuzul va meyxonalarda tinmay yangraydigan tepishmoq o'ynashlar bilan xon laylonga varqirashlar. Mana bular xeyli bir qism kishilarning qo'liqini pang, ko'zini qorog'i qilib qo'ygan edi. Odamlar xuddi o'z rizqini terib yeb yurgan chumullarga o'xshash erkin ozodi yurgan bilan, ularning yuragi bo'shikka bo'linib,
g'aflat uyqusida uxlaydi. Go'yo ular tabiatning insonga bergan eng cho'ng inomi his va tuyg'u, ong va idrokdan mangu mahrum bo'lgandek. Tanyon-yanchilarning to'panchasidan etilgan nechtal o'qning ovozi bilan boshlangan patparaqchilik bu tinch osoyishlikni birdilla buzib tashladi. Endi Urumchi shahri tuyuqsiz yer davrashda qattiq uyqudan cho'chib uyg'ongan kishidek tengirqab qoldi. 3 kunlik harbiy holat davomida shahar darvozalari taqilib, cho'ng kichik do'kon, oshpozul, meyxonalarning hammasi etilib qoldi. Miltiqlari batlangan cheriklar ko'ch-ko'ylarni charlab yurishadi. Qilishlarini yalang'ochlagan top-top otliqlar shahar ichidan chiqib, uyan-buyan chepishadi. Yuzlagan kishi tutqun qilinib ketdi. Mana bular aholining ko'ngliga qattiq vahima selayotdi. Har kim o'z g'amida, qiyri qiz er g'amida degandek, hamma kishi o'zining buguni bilan atisini o'ylashga boshladi. Harbiy holat to'xtash bilan sodisini boshlagan Apyun do'konining egiz bo'yliq, yog'oq yuz xo'jayini Wang Biao degan kishi qopqani solgan holda o'zining tunji xaridoriga mundoq deydi. Hey, yomon bo'ldi Jumo yengam. Endi bu yangi Janjong Apyunni cheklab qo'ysa, bozorim kasod bo'lib, tugishib ketarmanmikin ha? Yang Janjong bakmi kang qo'rsoq odamdi. Shuning tufayli jahon kangri, zamon o'ngluq bo'lib kelyotdi. Ay, g'am yemasizlar janoblari, dedi o'riqini kelgan kichik putliq mo'may seriq qog'ozga o'ralgan Apyun partisini yanchiqo'g'a selib o'tib. Anglashimcha, yangi Janjongning o'zi qaltis chekarman emish. Qadimki donishmanlar o'zingga ravo ko'rmaganni o'zgalarga ravo ko'rma degan emasmidi? Xayr xo'sh, men ketdim. Xumarim baqistab ketdi. Shaharning ichidagi 4 ko'cha to'qmishiga joylashgan so'latlik do'konning ko'zoynakli qiyri xo'jayini kollek qog'oz pullarni lotiga o'rab o'tib, oldida adab bilan turgan oq shilaplik yigitga asta shivirladi. Chopsan bo'l bolam. Bu tezlarni oltinga tigishib kel. Yang Janjongning tezisini quchoqlab yetib, levimizni tishlab qolmayli yana. Oltin olg'icha gazma ilib qo'ysak bo'lmasmi dada? Hay, sizlar yoshlar to'limi oddiy o'ylaysizlar. Xon yo'tkalsa jahon o'zgardi degan gap bor. Oltin degan o'tni ko'ymaydi, suvda oqmaydi. Jahonning ansizchiligida gazlimi degan narsa odamga yuk bo'ladi. Bugundan boshlab bahoni sal tushirib, javandagi mavo gazlimilarni oltin qilib olish lozim texi. Gapimga quloq sol. Deydi qora soqolliq, yo'g'on qo'rsoq Mahmud Do'kar o'zining oldida yukinib o'tirgan turda olg'ayga jiddiy tikilib. Bugundan boshlab bir tal bug'doyni sotquchi bo'lma. Mavo pulni ol. Ol bir nimalaringga et. Atidan qolmay, sanji, turpan, go'chong yo'llarini to'sib, hamma ochliqni setib olsin. Sen o'zing ishga madkar yo'lib olib, ochliq sonlarini saramjalla. Arpa, qo'noq bo'lsin odamdoq. Kalva, men nima da'vatiman? Terix bo'lsinmi eliva? Atogam biri 10 bo'ladi. Arpa bug'doy osh ishgan, unchi marjon tosh ishgan degan zamonlar yana kelib qoladigandak turadi. Anladingmi? Shu kuni namoz peshindan keyin Mollam Sifat 2 kishi Ko'nchi mahallasidagi masjid supsida sayidab o'tirib, qandoqdir bir masala ustida qiziq paranglashib Ulardan biri kirlishib ketgan sallasini tuzitib qo'yib, qishidagi hamrohiga mundoq dedi. Barhaq taqsir, barhaq. Akang kimni olsa yangam shu debdikan. Bizga yang ketdi nima, jin keldi nima, kim podshoh bo'lsin. Bizdek ahli tariqatga hammasi o'xshash. Hosil kalam, masjid xonaqolarimizga daxli taruz, shariat ahkomlarimizga malolliq yetmay, bu fani olamda tinch ibodatimizni qilib, boqiy olamga zaxir yig'alsak, shuningga shukr deymiz. Inshaalloh, aytganlaridek bo'lay ishonim. Peqirlarning quloqlariga yetgan ba'zi axborlarga qaraganda, Yang Janjongni otgan heliqi dorin, batmazab jadidlarni yoqlaydigan bir nima ekanmish. Jadidlarni? Jadidlarni.
Ya Allah, Xudavandi Karimning o'zi saqlabdi bizni. O mal'un murod maqsadiga yetib qolgan bo'lsa, Jadid afandilarning o'shqi olchi qopib, fanniy maktablarni ochimiz deb bolalarimizni dindan ozdirishga kirishar ekan toq. Hey. Yangjang qaltis arbob edi jumo. Xususan bizdek ahli tariqatga madadkor, masjid xonqolarimizga g'amxo'r edi. Mushi gaplar bo'layotgan chaqda Haydar apandi Nalyang rayoniga joylashgan ko'tirmalik hovlisining derazalari ko'chaga qartilgan ozoda mehmonxonasida Tohirbek va Maqsud Muhitlar bilan qimiz ichib o'tirib, jiddiy paranglashayotdi. Bir chaqlada temir xalpini o'z qo'li bilan yerlikka qo'ygan bu silvi bo'yliq tatar muallim endi bir oz mukchiyib qolgandek ko'rinadi. O'n ta'tir chirgilaydigan palak choqining qilin chamtozallari uning sarg'ush budur chashtiri bilan qisqa burutiga xeyli qo'ngan edi. Heyliq kuni pandorimning sizlarni Jangjong yomilga chaqirtiman deganiga qaraganda o o'ziga bakmi ishongan ekan. Yangzonshingni o odamga uzatsamla hamma ish putidi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Odatda yilonni o'ltirish uchun uning beshini yonjib o'tish kifoya. Ammo Xinjiang xalqini chirmab turgan yilon bir boshliq yilon emas. Uni butun gavdasi bilan yonjib tashlash lozim edi. Haydar apandi Maqsud Muhitini xuddi tunji qitim ko'rayotgandek uningga ajoyib bir ixtiros bilan qarab o'tirdi. Darvaqa Maqsud Muhiti uning ko'ngil uyida to'rdan o'rin olgan bo'lib, uni har ko'rganda o'zining oni yurti, go'zal Ufa shahri, uningda o'tgan bolalik chaqlari, qadimgi Qozon shahrida o'tgan yigitlik davri, qalbiga ilm irfon nurini chashqan Rizoyiddin Benni Faxriddinga o'xshash ustozlari, tatar adabiyoti osmonida cho'lpon yulduzdek chaqmagan shoir Abdulla To'qay bilan birga bo'lgan kunlari yodiga keladi. Maqsud Muhitining Tangritog' etaklaridan yiroq Tataristonga berib, o'z xalqining jaholat va zulmat tumanlari ichidagi echinishli hayoti to'g'risida aytgan gaplari quloq tubida takror jaranglayotgandek tuyuladi. Bu Uyg'ur ma'rifatchisining taklifi bilan Qozondan Jungar Turpan o'ymonligiga kelib, bir qancha saptashlar bilan qari taxtay oldida bo'r to'zg'iqini yutib o'tkazgan uzun yillar ham bu yillar ichida yetishgan yosh notalar xuddi qator koriz daraxtlaridek ko'z oldida namoyon bo'ladi. Yoshlik bahorini biror arzigidek ish amgak bilan o'tkazishga muyassar qilgan kunlarni. Shunday kunlarda birga bo'lgan saptashlarni eslash ko'ngilga naqadar huzur beg'ishlaydi. Xuddi bir mo'jiza bilan silvi yoshlik qaytib kelgandek. Haydar apandi ana shundoq nozik hislar bilan hayajonlanib o'tirganda Tohirbek Maqsud Muhitining boyiqi gapiga gap qo'shib mundoq dedi. Mana endi onit ichkichidan qutulib, qon ichkichiga tutilgan o'xshaymiz. Jinsho'rinning alfaziga qaraganda, o Yangzonshinga o'xshash hilmikirga emas, qilichqa ko'proq tayinliganda qildi. Hashbash degicha pandoringa ketib, o'nlarcha odamni jinidan judo qildi. Yüzlügen kishini gumon bilan turmaga tashladi. Yunus Begning taqdiri nim bo'la? Dedi Haydar apandi ansirgan qiyofatda. Maqsud Muhitining oltinlari bilan hozircha o'lim xavfining oldini oldik deyishga bo'ladi. Lekin uni turmadan qutuldirish uchun Burxon apandi lozim bo'ladi. Bak yaxshi o'ylabsizlar. Burxon apandining yomildagi obro'yi endi ishga yarab qilishi mumkin. Ödikilarning aytishicha, o bir ish kun ichida Turpandan qaytib kelsa kerak. Bizning yurtimizda biror ulug' g'oya sohibi bo'lgan kishilarning hayoti hamon tragediyalik bo'lib kelgan. Ahvoldan qaraganda, Jinsho'rinning qattiq qo'lliq siyosati bu tragediya qahramonlarini texmi ko'paytirib turgandek qildi. Bu qattiq qo'lliq siyosat davom qilaversa, avam xalq uyqusidan chopsaroq uyg'undi deb ishonaman. Balını ellay etken siri qattiq uxlaydi. Qattiqroq vaqirmasangiz, o jazman uyg'onib ketadi. Xuddi
Poplarning Aysa payg'ambar nomidan qilingan yumshoq va'z nasihatlari Rossiyani xeyli bir zaman uxlatgan bo'lsa, Char podshohning qamchisi Rus xalqini uyg'otayotganga o'xshash. Man buningdan 8 yil burun Moskvadagi chig'imda bir Rus kishisidan ana shundoq ma'nodagi gapni anglagan edim. Dedi Maqsud Muhiti. Shu arada beshiga ko'ni to'xovi to'ppa, ustiga oq cho'ti ko'nglik bilan qori satin shalvor. Putiga yamoq batinga kiygan 15 yoshlardagi bir bola o'ylig'i kirib, qiya ochiq turgan eshikni asta chekdi. Haydar apandi mehmonxonaning o'ylig'i qaragan derisidan beshini chiqarib, "Ha, tursinmisan? Kiriva, o'g'lim, kiriva." dedi yumshoq bir talaffuzda. Bola dahliz orqali mehmonxonaga kirib, adab bilan salom berdi va mehmonlardan aymanganda qilib, qo'llarini oldiga qilgan peti bo'sog'i tubida turib qoldi. Uning olmadek yumaloq yuzi bilan kulib turadigan shahlo ko'zlarini qandoqdir bir qayg'u alam tumanlari qoplab olgandek ko'rinadi. Haydar apandi mehmonlarga qarab, Bu mening o'quvchim Tursun. Onun dadisi Hasan Axun ustam, ya'ni Hasan Do'lan Pandarinning paytunini haydaydi. dedi va Tursundan Hasan Axunning tinch omonligini so'radi. Bola ko'zlariga yosh elib, dadisining bir necha kun burun tuyuqsiz yo'qolib ketganligini, harbiy holat sababidan uni izlab tepishga mumkin bo'lmaganligini, bugun atigan ishki cherikning uni xodikorbiga selib, chala o'lik holda uyga akilib tashlaganligini va boyroq bir oz hushiga kelganda, "Apandim bilan xo'shlashib olay. Mening qishimga bir kelib ketsin" deb o'zini bu yerga avatganligini aytdi-da, ko'z yoshlarini yoshirish uchun yanchi turib oldi. Tohirbek bilan Maqsud Muhiti yilqi seriq soqolli kishini darhol eslab, tangli degudek Tursunning oldiga kelishdi. Haydar apandi Tursunning beshini silab turib, "Yig'lama o'g'lim, yig'lama. Kelyapti deb xabar qilgan. Bizmi bor emas?" dedi Maqsud Muhiti kostyumining tugmanlarini aytib. Bola uydan chiqib uchqandek yugurdi. Ularning uyi Sovet konsulxonasining orqasiga joylashgan tor ko'chadagi bir ko'rimsiz qo'rida edi. Hasan Do'lan eshik derazalari qog'jirab ketgan pakar uyning supsida bosh ko'zi tiniqliq yotadi. Haydar apandilarni uning ayoli Sarixon eshik oldida ko'z yoshlari bilan kutib oldi. Hasan Do'lanmi ularni ko'rib, beshini yostiqdan ko'tarmoqchi bo'ldi-yu, darmoni yetmadi. Mehmonlar uningga yaqin o'ltirib, hol ahvol so'rashga boshladi. Hasan Do'lan aran anglig'idek qilib rahmat aytgach, oxirda mundoq dedi: "Ustixonlarimni ezivatgan o'xshaydi. Endi bu jondan umid yo'q. Yolg'iz o'g'lim Tursunni Xudoga andin qolsa har birlariga topshirdim. Tarbiyatlari soyasida odam bo'lib qolsa ajab emas." Haydar apandi bemorga bir muncha tasalli so'zlarni aytib o'ltirib, "Pandarining paytunini haydiganligi uchunla shuncha qilgan bormi?" deb qo'dingshadi. Qolganlarmi uning tutqun qilinib qiyin qistoqqa ilinganligining sababi shu deb tushunadi. Hasan Do'lan bo'lsa, so'roq ustida sizlarning nominglarni tilga olmaganligim uchun shunday qilishdi deb aytishni xolimida bo'lg'ay, faqat ingrigan bir ohangda, "Yangi Janjongning payli yomonroq turdi. Paxas bo'lishsizlar" dedi. Shu topda uning bulutlar orasida pilildab turgan xira yulduzlarga o'xshash nursiz ko'zlari yumilib ketayotgandek ko'rinadi. Maqsud Muhiti, "Bo'lmadi. Qandoqli bo'lsa, bir doktor tepib kelay" deb oldirash sirtqa maqdi. Uyning ichini jimjitlik bosdi. Faqat Do'lan uydan Sarixon bilan Tursunning mishildab yig'lig'ini anglanib turadi. Uzoq o'tmay qo'lida kichkina doktorlik sumkasini ko'targan egiz bo'yliq kishi Maqsud Muhiti bilan uyga kirib keldi. U mehmonlar bilan rus tilida esanlik so'rashib bo'lib, darhol ishga tushdi. Bu Sovet konsulxonasining doktori Petrov edi.
Petrov yaradarni bir qur tekshirib chiqib, darhol bir o'kul urdi. Ondan uydagilarga qarab, inchki bel uzilgan, pishtal qovurg'i sungan, jigar qattiq zaxmilangan, yurakning so'qishi bak zaif. Hay. Davolashdan umid bormi? deb so'radi Haydar apandi. Doktorxonada yotqizish lozim edi. Afsuski, sizlarning yurtinglarda bu mumkin emas. Rost. Bizning yurtimizda nada doktorxona bo'lsin? Faqat odam qiynaydigan yomilli bor. Sizning doktorxonangizda yotqizishning iloji bo'lmasmi? dedi Tohir bek. Bu diplomatiya qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Men faqat sirtdan davolab turishim mumkin. Rahmat sizga. Shuning o'zimi cho'ng yordam. dedi Maqsud Muhiti doktorning qo'lini siqib turib. Doktor Petrov Hasan Do'lanni qo'lidan kelishicha davolab beqishga va'da berdi. Hammaylar minnatdorlik bildirib, uning bilan tangli uydan chiqdi. Maqsud Muhiti Sarixonga bir tutam qog'oz pulni tanglab, buni xarajat qilib turinglar, dedi. Haydar apandi Sarixonning tortinib turganligini ko'rib, "Ilang, menga qarshiman, pat-pat kelib turimiz", deb kulib qo'ydi. Shu oraliqda Burxon shahidimi turpandan qaytib chiqdi. U Jinshurining ishchitar, gumonxo'r odam ekanligini yaxshi bilgachga, tuxumdan tuk undirib, o'zini Panyonian delosiga chetib yurarmi degan andishida bo'lgan edi. Biroq Yangzingshinning qazoga uchrashdan bir kun burun uni turpan tashyo'l qurilishini tekshirib kelishga avatganligi pokit bo'lganlikdan anchami ansirab ketmadi. Degandekla Jinshurin uni oldiga chaqirtib bir qora ahvol so'rgandan keyin, "Xotirjam ishlayvering", dedi va Nansandagi qozoqlarda qandoqdir bir ansizlik borligini aytib, shulardan hol so'rab kelish uchun toqqa avatdi. Bu ahvol Jinshurining yilimi Burxon shahidiga ishinib turganligini ko'rsatdi. Shunga Burxon shahidi tog'dan qaytgandan keyin Maqsud Muhitilar bilan maslahatlashib, Yunus Begni turmadan qutuldirish ishiga kirishdi. Buning uchun Jinshurining o'zi bilan bevosita ko'rish lozim edi. "Podshohlar yo'lvosga o'xshaydi" degan bir gapni anglagan edim, dedi Burxon shahidi hamrohlariga qarab. "Yo'lvos och qolgan chog'larda o'zining bolasini yeb qo'yamish. Qo'rsqi to'yib ig'nab yotgan chog'larda bo'lsa, oldiga tuyuqsiz kelib qolgan jarangimi xiris qilmay, uning bilan o'ynashib qo'yamish. Bu gapning qanchalik rostligidan qat'iy nazar, buningda hukmdorlardagi mijoz xulqning bir tarafi aks etilgan. Jinshurim bilan ko'rishib, uningga gap yugizish uchun muvofiq payt tepish lozim deb o'ylayman." Maqsud Muhitilar bu fikrga qo'shildi. Jinshurin Yangzingshinning ta'ziya murosimini o'tkazib bo'lib, kundalik ishlarga xotirjam kirishgan kunlarning birida choshgoh vaqti bilan ishxonasiga kirib ketib o'tib, bo'sug'ida ta'zim qilib turgan Yomon amaldori bilan ochiq chiroy salomlashdi. Uning kaypichoq, qadamlari tetik ko'rinadi. Burxon shahidi apyunkashlarning xumari qonganda shundoq tetiklashib, muloyim bo'lib qoladiganligini nurg'un qitim ko'rgan bo'lg'achqa, bugun payt keldi deb o'yladi va biror soatdan keyin Jinshurining ishxonasiga ruxsat bilan kirib, adab qoidalarni to'liq bajo keltirgach, Yunusbek to'g'risida ig'iz ochdi. Jinshurin texi biror hafta burunla Yangzingshinga mansub bo'lgan yiliqi hashamatlik ozodi ishxonaning o'ttirsida g'adiyib turadi. U egiz bo'yliq, qoqir bo'yin, yapma qapoq, qismoq ko'z, chiroy shakli satrak odam edi. Nafs kulrang tovardan tikilgan o'ri yoqiliq uzun yektiki, uning bo'yini texmi egiz ko'rsatdi. Yaqindala ustirat ekkan sidam beshi bo'yining egizlik bilan moslashmagandek ko'rinadi. Bu odam aslida Gansu o'lkasining Xiju nahiyasidan bo'lib, Gansu yuqori bilim yurtida o'qiyotgan chaqlardala Yangzingshinga murt edi. Yangzingshin 1908-yili Manju xonining buyrug'i bilan Gansudan Xinjiangga amaldor bo'lib kelgandan keyin Jinshurinmu uningdan panoh izlab Xinjiangga kelgan. 1926-yili ma'muriy ishlar nazoratining nosirligiga o'stirilgan edi.
Әмді tasodifiy holda Yang Zengshinning o'limi bilan beshiga davlat qushi qo'nib, Jungu zeminining 6dan 1 qismini tashkil qiladigan Xinjiang rayonidek yeri keng, boyligi mo'l o'lkaning eng oliy hukmdori bo'lib qolganiga o'zim hayron edim. Davlat qushi qo'nsa chivin boshiga, sumruq kelar kunda uning qoshiga degandek, bilim iqtidori va obro'ydan o'zidan necha hassa ortiq bo'lgan ma'arif nazoratining noziri Liu Wenlo. Nurg'un harbiy kuchning sardori bo'lgan Jang Peigan qatorliq harbiy va ma'muriy amaldorlarning uning oldida qo'l qovushtirib turishi, uningga xuddi kechida ko'rgan tushdek seziladi. Biroq o'z ahvoli o'ziga ayon bo'lganlikdan bu odamlar yaxshi kunning yamonida menga raqib bo'lib qolmag'aydi deb ansirabmi qo'yadi. Suv kelmasda tug'an tut degandek tasavvuridagi raqiblarga taqobil turish tadbirlari ustidami o'ylanadi. Uning xayolicha ustozi Yang Zengshinning oqilonalik bilan yurt so'rash tadbirlari o'zi uchun birdan-bir rahnoma bo'lishi lozim. Mana bugun Burhan Shahidi degan bu odam yerlik xalq mo'tabarlardan kengash boshlig'i Ro'za Hojim, Zongtong saylama qurultiyining vakili Tohirbek qatorliqlar nomidan Yunusbek degan bir o'quvchiga kengchilik qilishni adab bilan iltijo qilayotganda bu paytdan foydalanib yerlik xalqning ko'nglini olmay bo'lamdi. Uning ustiga Yunusbekning bu qitimqi suiqasdga qatnashganligida biror pokit yo'q. U faqat gumonliq unsur sifatida tutqun qilingan. Shundoq bo'lg'achqa uni turmadan chiqarib o'tish tuxumni go'harga tegishib olganlik bo'lmadi. Jin Shurin ana shunday xayollar bilan ish ustiliga o'tirib olib, birdilla so'rab qoldi. Siz Yunusbekni qachondan beri taniysiz? 10 necha yildan beri, dedi Burhan sinchi ko'zlarini uningdan o'smay. O, Yangjang janoblarga qanday qaraydi? Noyda ixlosman edi. Ondaqda isyanchi Panyoniyan bilan yaqinligini qanday tushundirsiz? Yangjang janoblarga ma'lumki, a'lochi o'quvchini o'qituvchilarning hammasi yaxshi ko'radi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahim O'tkirning Uyg'ongan Simin nomli tarixiy romanining 1-qismini bugun mushu yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Xatolashmasam, siz Qumul yoqdan keldingiz-ku deyman. Tömür xalqining tuqqanlaridan bo'lasiz. Hay, bo'lmadilar. Yomon deydilar, o'zinglarga yomon. Sizlarning qo'linglarga tirik tushirgan xo'jini yoz. Fiq to'ranmadi. Ahli ichiga berib olgandan keyin, ma'u ko'say miltiqni ko'zdan neri qil. Beshima balo bo'lib yurmasin yana. Yomon bilan yo'l yursam, yerim yo'lda qolasan degan shu bo'ldi. Astagfirullah. Endi zoti qanday qilg'iliq? Bugungi programmamizning diktorlari Dilnigar Hasan, Salihjon Ro'zahoji, Mahira Abdurashid, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tohir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor Xo'pur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh.